Ketdik. Biologiya 6-sinf, ya'ni botanika darsligini o'rganamiz. Botanika, bilamiz, o'simliklar haqidagi fan. Biz demak bu kitobimizda faqat o'simliklar haqida gaplashamiz. Bu kitobimiz ichida qanday nom kelsa, qandaydir tur nomi kelsa, demak u o'simlik ekan deymiz. Misol ba'zi manbalarda biz o'qiymiz, mana shu kitobimiz ichida o'qiganmizmi, demak u o'simlik. Yoki zoologiya darsligimizda o'qigan bo'lsak, ko'pchilik noto'g'ri fikrlar bilan ham gapiradi. Misol uchun pteridakni yoki o'sha Dreysena so'zlarini ishlatsa, yo'q ustoz u hayvon emas-ku deydi. Qaysi kitobda o'qigansan desa, 7-sinf zoologiyada deydi. 7-sinf zoologiya hayvonlar haqidagi fanmi, demak faqat hayvonlar kelgan. 6-sinf botanika desa faqat o'simliklar haqida gaplashamiz. Shuning uchun demak o'simliklar dunyosi haqida gaplashamiz ekan. Mana bu demak bet qismi bizga ma'lum. Mana bu o'simlikka ham qisqa to'xtab o'taman. Bu gulxayri o'simligi bo'lib, dorivor gulxayri. Nima uchun ildizi bunday tarzda bizga ko'rsatib qo'ygan? Sabab ildizi yo'talga qarshi, ya'ni tabobatda, ilmiy tabobatda yo'talga qarshi dori vositasi sifatida foydalanadi. Shuning uchun ham kitobni betida kuchli o'simlik sifatida yozilgan. Demak, Toshkentda 2017-yilda chiqarilgan kitob. Shartli belgilarga bir e'tibor o'tib ketamiz. Ammo bulardan savol tushmaydi. Mualliflarga bir qaraymiz. So'z boshini bilasiz, muhim qism bir qarab o'tasiz, ma'noni chiqarish uchungina o'qib qo'yasiz. Endi asosiy mavzulardan kirishib boshlaymiz. Botanika o'simliklar haqidagi fan bu birinchi mavzuyimiz. Tabiat rang-barang o'simliklar bilasiz. Ya'ni o'simliklar qayerlarda bor? Biz ko'rib turgan, bu yerda nima deb yozyapti? Biz ko'rib turgan barcha joylarda o'simliklarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, jazirama cho'llardan tortib, cho'llarda ham bor. Haqiqatan bilamiz, saksovul kabi o'simliklar cho'lda o'sadi. To baland tog'lar cho'qqisigacha bo'lgan turli tuproq va iqlim sharoitida. Demak, tog'larni cho'qqisida ham bor va bu oraliqda turli xil tuproq va iqlim sharoitida o'sa oladi. Tuproq har xil. Ba'zilari o'sha qumli tuproq, ba'zilari loy tuproq, hattoki balchiqlar orasida o'sadigan o'simliklar ham borligini bilasiz. Tabiatda dengiz, daryo, ko'l, kanal, shuningdek botqoqlarda o'sadigan o'simliklar ham kam emas. Demak, qayerlarda bor ekan? Dengizda. Dengizda bor, nima bor? Suv o'simliklari, suv o'tlari bor. Daryolarda, ya'ni chuchuk suv havzasi bu. Ko'llarda, ya'ni oqmaydigan suv havzalari, to'plangan chuchuk suv. Kanallarda, tabiiyki o'zingiz yaqiningizdagi kanallarda ham suvlarda o'simliklar o'sadi. Hattoki botqoqliklarda, hozir aytganimizdek, ya'ni balchiq orasida ham o'sadigan o'simliklar bor. Ular uzoq yillar davomida turli sharoitda o'sishga moslashgan. Demak, ular yillar o'tishi davomida moslashib kelgan shu holatga. Xo'p, yer yuzida o'simliklarning 500 ming turi bor. Demak, bu 500 ming o'simlik qanday o'simlik desa, yer yuzidagi barcha o'simlik turi bu. Ularga nimalar kiradi? Gullaydigan o'simliklar, ya'ni gulli o'simliklar, ochiq urug'li o'simliklar bo'lishi mumkin. Ya'ni urug'i qubbalarda yetiluvchi o'simliklar yoki sporali o'simliklar, yo'sin, qirqquloq va qirqbog'im. Yo'sin, qirqquloq, qirqbog'im. Yoki barcha suv o'tlarini ham misol qilib olishimiz mumkin. Demak, bular hammasi o'simlik deb ataladi. Suv o'tlaridan hattoki agarda biologiyaga tanish bo'lsangiz, siyanobakteriyalar, ya'ni siyanobakteriya eslab qolamiz, ko'k yashil suv o'tlari. Prokaryot organizm, ya'ni yadrosi yo'q bo'lgan hujayraga ega organizmlar, ammo ular ham o'simlik hisoblanadi. Yadrosi yo'q o'simlik, hujayralarda yadro bo'lmagan o'simlik. Ular ham demak mana shu o'simliklar qatoriga kiritiladi va umumiy holatda 500 mingdan ortiq o'simlik turi ma'lum hozirgacha yer sharida. Xo'p, O'zbekistonda tabiiy holda o'sadigan yuksak o'simliklarning bu yerda e'tibor qiling. O'zbekistondagi faqat yuksak o'simliklar deyilyapti. Ya'ni yuksak degani nima degani? Suv o'tlardan tashqari o'simliklar. Suv o'tlar tuban. Suv o'tlardan tashqari bo'lgan o'simliklar yuksak o'simliklar deydi. Demak, yer sharida barcha o'simliklarni ikkiga bo'lib o'rganar ekanmiz. Yuksak katta guruhlar va tuban. Tubanga barcha suv o'tlar kiradi. Ko'k yashildir, qizildir, sariq, qo'ng'ir, boshqa rangdagi ko'k unaqa yashil suv o'tlaridir. Barcha suv o'tlar, eslab qoling, suv o'tlar, faqatgina suv o'simliklari emas. Suv o'simliklarining ichida yuksaklari bor. Suv o'tlar kiradi. Undan tashqari o'simliklar esa demak yuksak o'simliklar deyiladi. O'zbekistonda yuksaklarning o'zi 4500 ta ekan. Barcha o'simliklar deb aytmaysiz. Yer yuzidagi barchasi esa, bu yerda esa barcha. Demak, bu yerdan qanday savolni ko'rganmiz biz? Yer sharidagi jami o'simliklarning necha foizi O'zbekistonda yuksak holatda o'sadi?
deydi. Ya'ni 500 mingni 100% deydigan bo'lsak, uning ichida yuksak o'simliklar foizi adashmasam 0,8% to'g'ri keladi. Xo'p, keyingi qismga o'tamiz. O'simliklarning tashqi va ichki tuzilishi ularning muhit bilan munosabatini, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishida sodir bo'ladigan hayotiy jarayonlar. Demak, tashqi va ichki tuzilish, ularning tashqi muhit bilan o'zaro munosabati, o'simliklarning o'sishi, ya'ni qanday darajada o'sadi, sodir bo'ladigan jarayonlari, jarayonlarga qaysilar kiradi? O'simliklarning oziqlanishi, suv bug'latish, fotosintez jarayoni, o'simliklarning kelib chiqishini, nimadan kelib chiqqan o'simliklar degan savol ham borda. Ha, ovoz yo'qmi deb yozishibdi. To'kray. Yo'q, ovoz ishlayapti. Xo'p, davom etay. Demak, hayotiy jarayonlarga, demak, suv bug'latish kirar ekan, fotosintez, o'simliklarning kelib chiqishi, yer yuzida tarqalish qonuniyatlari hamda o'simliklar dunyosining ularni belgilariga asoslanib ma'lum bir sistemaga solishni, ulardan demak, o'simliklardan oqilona foydalanishni, muhofaza qilish usullarini biologiyaning o'ziga yarasha bo'lgan bo'limi botanika o'rganadi. Ya'ni faqat o'simlikning hayotini o'rganamiz biz botanikada demoqchi. Umumiy holatda ma'no chiqarsak. Botanika so'zining ma'nosi demak yunonchadan olingan botani ko'kat, o't, o'simlik ma'nosini bildiradi. Mana shu joyga keyingi safar boshqa kitob olamiz, chunki mana bu chizishi noto'g'riroq bo'lyapti, lekin e'tibor qilasiz, chizib o'taman, siz to'g'ri chizib olasiz kitobingizga. Botani so'zidan olingan bo'lib, ko'kat, o't, o'simlik. Demak, til yunoncha ekan. Botanikaning asosiy bo'limlariga o'taman. Botanika bir-biri bilan uzviy bog'langan bir qancha bo'limlari o'z ichiga oladi. Jumladan, morfologiya o'simlik organlarining tashqi tuzilishi. Endi qarang, sizdan tashqi tuzilishni qaysi fan o'rganadi deb savol so'ramasligi mumkin. Sizga ma'no jihatdan so'raladi. Qanday? O'simliklarning bargining tuzilishi. Bu tashqi tuzilishmi? Ha, tashqi tuzilish. Demak, uni morfologiya o'rganadi. O'simliklarning poyasining shakli. Shakl jihatdan e'tibor qiling. Shakl bu albatta tashqi tuzilish bo'ladi. Demak, buni ham morfologiya o'rganadi. Yoki gullarning shakli, ko'rinishi, balandligi, uzunligi, shox-shabasining joylashuvi. Bular hammasi nima ekan? Demak, morfologiya ekan. Sizdan demak faqatgina morfologiya nimani o'rganadi emas, balki o'sha tuzilmalar bo'yicha ham savol so'rashi mumkin. Siz bunga albatta tayyor bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi fiziologiya. O'simliklardagi hayotiy jarayonlar deyilyapti. Hayotiy jarayonlar qanaqa? Nafas oladi, suv bug'latadi, fotosintez qiladi. Bu kabi jarayonlar. Misol uchun, o'simliklarning karbonat yutib, kislorod chiqarish. Bu nima? Nafas olish. Demak, buni qaysi fan o'rganadi desa, o'simliklar fiziologiyasi deyishimiz kerak. Yoki fotosintez jarayoni deyish mumkin. Yoki karbonat angidrid yutib kislorod chiqarish bu fotosintez. Bu sizga ma'lum. Karbonat angidrid yutish kerak va bu jarayon fotosintez deyiladi va buni ham demak fiziologiya o'rganadi. O'simliklar sistematikasi uni kelib chiqish belgilariga, kelib chiqishiga va tuzilish belgilariga ko'ra alohida guruhlarga birlashtiradi. Ya'ni klassifikatsiya. Endi bu guruhlash nima uchun kerak? Oddiy tushunib oling. Bir holatda misol uchun sizga bir o'simlikni ko'rsatsa, buni gul deysiz. Gullab turgan bo'lsa bo'ldi. Oq atirgul bo'ladi yoki o'sha romashka bo'ladi yoki qandaydir xrizantema bo'lar. Siz ularni agarda botanika, ya'ni biolog sifatida o'rganmasdan shunchaki qaraydigan bo'lsangiz, gul, bu ham gul, bu ham gul. Siz uchun uchalasi ham gul. Endi sistematika nima kerak? Ularni aynan qanday gulligini sizga misol uchun aytilyapti. Xrizantemani olib kel demoqchi, biologiyani bilmaydigan odam. Sizga gul olib kel deyapti. Siz borasizda, sizning tasavvuringizdagi gul atirgul. Siz atirgul ko'tarib kelasiz. Va bu vaqtda nima bo'ladi? Tabiiyki chalkashlik vujudga keladi. Shuning uchun ularni klassifikatsiya qilishimiz kerak, ularga nom berishimiz kerak hamma o'simliklarga. Klassifikatsiya qilish orqali turga to'liq nom beramiz. Agar atirgul deydigan bo'lsak, atirgul desak, atirgul bu turkum. Chunki katta birlik. Qizil atirgul, qora atirgul, oq atirgul, pushti atirgul deydigan bo'lsak, bu tur. Tur so'zi kelib chiqadi. Va bu sistematika aynan o'simliklar dunyosini tartibga solishda, ularni belgilari orqali, tuzilishidagi xususiyatlar orqali ularga nom qo'yib, ular haqidagi ma'lumotni to'g'ri to'plashga asos bo'ladi. Klassifikatsiya shuning uchun kerak. Ularni nimasiga qarab desa, kelib chiqishiga va belgilariga asoslangan holatda ularni o'rganib chiqadi. Guruhlarga bo'lib chiqadi. Keyingisi o'simliklar embriologiyasi, o'simliklar ko'payish a'zolari tuzilishi va ko'payishi bilan bog'liq jarayonlar o'rganadi. Ya'ni ko'payish bilan bog'liq har qanday jarayon embriologiya. Embriologiya so'ziga e'tibor qilib qo'yasiz. Demak, embriologiya. Ko'payish bilan bog'liq nima? Urug'i, guli, chang donasi,
Ya'ni shu orqali ko'payadimi? Demak, u embriologiya o'rganadigan fan desangiz bo'ladi. Yana boya aytganimdek, sizga morfologiya nimani o'rganadi deb so'ramaydi. Ba'zi savollarda sizdan fikrlashni talab qiladi. Va juda ham e'tibor qiling, hozirgi mavzudan salginagina birozgina bir soniya chetlashamiz. Hozirgi davrda asosiy muammo ma'lumotni yodlab qola olish emas, chunki sun'iy intellekt degan narsa bor. Har qanday mavzuni yodlab qola oladi. Ma'lumot tashlab qo'yasiz, unda saqlanib turaveradi. Bizda nima uchun imtihonlarimiz o'zgaryapti? Bizdagi DTM yoki milliy sertifikat imtihonlari nima uchun o'zgaryapti? Nima uchun attestatsiya imtihonlari juda ham qiyinlashib ketdi? Sabab o'qituvchilar va o'quvchilar fikrlashi kerak deyapti. Ya'ni bilimlarni hayotga qo'llay olish darajasi va undan o'sha o'rganganlarni qanday ishlata olyapti, fikrlay olish kerak. Fikrlagan odam bu hamma imtihonlarda birdaniga o'ta oladi. O'shaning uchun savollarni o'zgartirishlar kiritilyapti. Shu sabab siz o'qiganlaringizdan to'g'ri yo'nalish va xulosa ola olishingiz kerak. Mana shu narsa eng muhimi bo'ladi. Siz test ishlayotgan vaqtingizda o'sha natija qilishingiz uchun kerakli bo'lgan ish hisoblanadi. Xo'p, yer sharida tarqalish qonuniyatlarini geobotanika o'rganadi. Geobotanika demak o'simliklar yer sharida tarqalishi. Bunga ham misol tariqasida aytib o'taman. Misol uchun deylik, men Zomindan bo'lsam, Zomin tumanida Ulotrix o'simligining tarqalishi bo'ldi. Bitta geobotanika, ya'ni yer sharida tarqalishi haqida gapiryapman. Yoki tog'larda mana bu o'simlik o'sadi. Cho'llarga mana bu o'simlik tarqalgan deb. Misol uchun saksovul tarqalgan deyapmizmi? Demak biz o'simlik tarqalishi haqida gapiryapmiz va bu albatta geobotanikaning yo'nalishi hisoblanadi. O'simliklarning tashqi muhit bilan bo'lgan munosabatlarida qonuniyatlarni va tashqi muhit omillarining o'simlikka ta'sirini ekologiya, tashqi muhit bilan munosabati va tashqi muhitdan keladigan o'simlikka ta'siri. Bu ekologiya o'rganuvchi fan. Endi bunga ham misol qilaman. Har qanday o'simlikning talablar yig'indisi ekologiya bo'ladi. Misol uchun deylik, saksovulning qumda o'sishi. U qumni o'sish jihatdan tanlayapti. Qumda o'sishni xohlayapti. Saksovul nima uchun, men misol uchun o'zimiz uyimiz oldida toza tuproqda yo'q, lekin qumda o'sadi. Sabab u tashqi muhit bilan munosabati aynan o'sadigan joyini tanlagan. Mana bu ham ekologiya. Siz qumda o'sishini geografiya deb olib ketmang. Hudud jihatdan qaralsangiz geobotanika bo'ladi bu. Ya'ni yer sharida tarqalish hudud jihatdan. Uning muhiti bo'yicha gapirayotgan, misol uchun deylik, Samarqandda saksovulning o'sishi desam, bu geobotanika. Samarqanddagi, endi Samarqand ichida deganimizda ham biror bir tuproqda aytsak, misol uchun deylik, qumli tuproqda, Samarqandning qumli tuprog'ida saksovulning uchrashi desam, bu ekologiya, ya'ni uning tashqi muhit bilan munosabat. Tuproq ekologiyasi. Chunki boshqa joydagi qumli tuproqda ham uchraydi degan ma'noda kelyapti. Bu tashqi muhit bilan munosabat hisoblanadi. Paleobotanika qazilma o'simliklar, ya'ni yer ostidan qazilma holatda olinadigan o'simliklar. Necha yillardir oldin o'lib ketgan ular, ya'ni halok bo'lishgan, halok bo'lgan o'simliklarni qoldiqlarini o'rganamiz. Misol uchun hozirgi neft konlari yoki misol uchun deylikki ko'mir konlari o'simliklarning qoldig'idan paydo bo'lgan o'sha qirqquloq, qirqbog'imlarning daraxtsimon vakillarining deyiladi. O'shalar orasidan daraxtlarning misol qoldiqlari chiqadigan bo'lsa, bu paleobotanika yo'nalishi bo'ladi. Biz paleontologiya so'zi bilan ma'lum. Algologiya suvo'tlarni o'rganadigan fan. Demak, boya aytganimiz barcha suvo'tlarni algologiya fani o'rganadi. Suvo'tlarni o'rganish fan deb so'ramaydi sizga. Har qanday suvo't nomi beriladi. Lotrix, Cladophora, Hara, Spiragira yoki Laminaria, har qanday suvo't nomini berib, buni o'rganuvchi fan desa, demak algologiya deyishingiz kerak. Briologiya yo'sinlarni o'rganadi. Bunda ham xuddi shunday hozirgi aytgan gap. Lixenologiya lishayniklarni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Buchilasiga alohida e'tibor qilasiz. Demak, sariqqa bo'yab qo'ygan joylarimizni yodlanishi, mohiyati tushunilishi va qanday holatda ishlatilishi mumkinligiga e'tibor qiling. Xo'p, o'simliklar ham tirik organizmlar, ular barcha tirik organizmlar kabi hujayralardan tuzilgan. Hujayradan tuzilganligi uchun ular ham o'sadi, rivojlanadi. O'sha ko'paya oladi. O'simliklar ham ko'payish haqida, bular haqida ma'lumotlarimiz bor bizda. Endi tabiatni o'simliklarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Haqiqatdan ham qaraydigan bo'lsak, o'simliklar olamisiz tabiat tasavvurimizga sig'maydigan darajaga kelgan. Chunki hayotni ta'minlab turgan narsa bu fotosintez jarayonida o'sha organik moddaning hosil bo'lishidir. Organik modda bo'lmasa, tabiiyki biz ham oziqlana olmaymiz yoki atmosferaga kislorod o'simliklar ajratmasa, biz ham kislorodsiz holatda nobud bo'lamiz. Xo'p, o'simliklar tuproqning unumdorligini oshiradi va uni yemirilishdan saqlaydi. Mana shu joyiga ham e'tibor qiling. Tuproqni yemirilishidan o'simliklar saqlaydi.
O'simliklar o'smaydigan joylarda tuproq holati juda ham unumsiz bo'ladi. Ya'ni u yerdan hattoki loy qilishda ham foydalanish juda noqulay. Xuddi qumli tuproqqa o'xshagan, birikmaydigan holatda bo'ladi. Unumi yo'q holatda bo'ladi. Xo'sh, aksariyat turlari shuvoq, misol uchun shuvoq, yantoq beda, sebarga, izenka, iruk, saksovul, javdar kabi. Demak, bu yerga e'tibor qilib qo'yasiz. Bular soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta o'simlik 8 ta holatida yodlanadi. Bu 6-sinf va 7-sinf odatda yaxshi mehnat qilib yodlaydigan kitoblar. Shuning uchun e'tibor qilasiz bu yerda. Bu 8 ta o'simlik deyildi. Demak, 8 ta o'simlikni ketma-ketlik joyida yodlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ozginagina mehnat. Chorva mollari uchun to'yimli ozuqa. Demak, uy hayvonlari bo'lmish chorva mollariga ozuqa ekan. Ulardan demak yana o'rinlari bor. Uy ro'zg'or buyumlarini tayyorlashimiz mumkin o'sha o'simliklardan yoki qurilish materiallari, ya'ni uylarimizda to'sinlarimiz yog'ochdan qilingan, kiyim-kechak, ya'ni kiyib yurgan paxta kiyimlarimiz bor. Bular ham demak o'simliklardan olingan, g'o'zadan olingan, ya'ni paxta kabidir. Endi mana bu rasmdagi 3 ta o'simlikka e'tibor qilasiz. Mana birinchi o'simlik xolmon. Xolmon isirg'a guli to'liq o'qiydigan bo'lsak, xolmon isirg'a guli bu loladoshlar oilasiga kiradi. Xolmon isirg'a guli bir urug' pallali o'simlik. Urug' pallalar haqida tushuntirgan vaqtimizda e'tibor qilasiz. Ikkinchisi mana bu shirach. Shirach bu bahor oylarida o'sha o'sib chiqadi. Ko'pchilik bundan o'sha shirachdan patir yoki shunga o'xshagan mahsulotlar tayyorlaydi. Oziq-ovqatda ishlatsa bo'ladi. Juda yaxshi vitaminga boy o'simlik. Ammo qizil kitobga kiritilgan. Uchinchisi mana bu sallagul. Sallagul va demak xolmon isirg'a gulining gullari qizil rangda, shu joyga e'tibor qilasiz. Mana bu birinchi xolmon o'simligining ikkinchi nomi jumagul. Ikkita nomi bor. Uchalasi demak qizil kitob kiritilganlar ro'yxati. Bu yerda savol tushishi mumkin. E'tibor o'tasiz. Respublikamizda o'sadigan o'simliklardan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish uchun demak qizil kitob ta'sis etilgan. O'simliklar o'rganish tarixi. Birinchi bo'lib o'simliklar o'rganib bergan olim bu Teofrast hisoblanadi. Teofrast bu qo'shimcha sifatida agar daftar burishga tutgan bo'lsangiz, albatta yozib qo'ying. Arastoning shogirdi, ya'ni Aristotelning shogirdi hisoblanadi. Teofrast. Bu o'simliklarni o'rgangan o'simliklar soniga 400 ga yaqin o'simliklar o'rganib chiqqan bu. Va shu o'simliklarda nima uchun bizga foyda keltirgan, qarang. O'simliklarni qishloq xo'jaligida va tibbiyotdagi ahamiyatini o'rganib bergan. Tibbiyotdagi amaliy ahamiyat. Amaliy ahamiyat degani demak tibbiyotda qanday dorilar tayyorlash mumkinligini o'rganib bergan olim hisoblanadi. Xo'sh, O'rta Osiyo hududida o'simliklar o'rganish juda qadim zamonlardan boshlangan. O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston o'simliklariga oid ma'lumotlarni bundan bir necha yuz yillar ilgari yashagan Abrayxon Beruniy. Demak, Abrayxon Beruniy o'zimizni ajdodimiz 973-1048 yillarda yashab o'tgan. Kitob as-Saydana fit deb. Kitob nomi yozilishi kerak, yodlanishi kerak. Kim bilan bog'liqligi? Abrayxon Beruniy yozgan asar, demak kitob as-Saydana asari. Abu Ali ibn Sino esa kitob al-Qonun fit deb, ya'ni tip qonunlar deb ataymiz. Ikkinchisi esa kitob shifo asarlarini yozgan. Ikkalasida ham demak shifobaxsh o'simliklarning shifobaxsh xususiyatlarini keltirib o'tgan ikkala olim ham. Botanikaga hissa qo'shgan o'zbek olimlar yodlanadi. Zokirov Qodir Zokirovich, Muzaffarov Ahror Muzaffarovich, Korovin Yevgeniy Petrovich, Budenskiy Aleksey Ivanovich, Rusanov Fyodor Nikolayevichlar. Demak, bular yodlab qo'yiladi. 5 ta O'zbekiston olimi. To'g'ri, ismlari o'zbek olimlari ismlariga o'xshamas, lekin baribir bular o'zbek olimlar sifatida so'raladi. Xo'p, gulli o'simliklar ikkinchi mavzuga o'tadigan bo'lsak, gulli o'simliklar degani demak ular hayoti davomida gul hosil qiladi. Demak, gullaydigan o'simliklarning turi nechta ekan? 250 mingdan ortiq. Jami o'simlik nechta edi? Jami o'simlik eslab qolamiz, demak 500 mingta edi. Boya ko'rdik. Jami o'simlik 500 mingta bo'ladigan bo'lsa, ularning teng yarmi demak gulli o'simliklar hisoblanadi. Gulli o'simliklarni umumiy o'simliklarning necha foiz deymiz, demak 50% o'simliklarni gulli o'simliklar deyishimiz mumkin bo'ladi.
Bu joyiga e'tibor qilib, demak, belgilab olamiz 50%ligini. Gulli o'simliklar hayoti davomida, demak, gullaydi, meva tugadi va hayotini yakunlashi kerak bo'ladi. Ularda, demak, qanday qismlar bor? Ildiz, poya, barg, gul va novda bor. Demak, ildiz, poya, barg, gul mevadan tashkil topgan tana qismlariga ega bo'lishi kerak. Har bir o'simlik turining o'ziga xos ajoyib xossalari bor. O'simliklarning xilma-xilligini aks ettiruvchi misollar. Endi mana ya'ni o'zgacha bo'lgan o'simliklarga misollar so'ralyapti, aytilyapti. Seyshel orolida, demak, orol nomiga e'tibor qiling. Orol nima bu? O'sha suv, katta suv havzasi, okeandir, dengizdir, o'rtasidagi quruqlik. Seyshel degan orol bor. Unda 10 yil mobaynida pishib yetiladigan 25 kilogrammga yetadigan Seyshel palmasi yong'oqlari. Demak, o'simlikning nomi Seyshel palmasi. Meva turi yong'oq. Demak, Seyshel palmasi qanaqa meva hosil qiladi desa, yong'oq meva hosil qiladi deb ayta olishingiz kerak. Va u qancha vaqtda pishadi desa, u 10 yilda pishadi. Mana shu 25 kilogrammli yong'oq. Vazni 25 kilogramm. Endi agarda har yili bir xil vaznda oshadigan bo'lsa, demak, yiliga 2,5 kilogramm oshadi. Endi bir xil oshmaydi. Ya'ni botanika jihatdan osongina matematik jihatdan qaraydigan bo'lsak, agar bir xil oshsa 2,5 kilogrammdan oshib boradi yiliga desak bo'ladi. Ya'ni 10 ga bo'lib yuborish natijasida topdik bu narsani. Ikkinchisi tanasida 200 litr suv saqlaydigan Meksika kaktusi. Meksika kaktusi tabiiyki qayerda uchraydi? Meksikada uchraydi. Meksika kaktuslari. Tanasi suv saqlaydi. Ya'ni o'zi bilamiz, kaktuslar suvli o'simliklar hisoblanadi. Ko'p miqdorda o'sha o'zida namlik saqlaydi. Shu sababli, demak, o'zida suv saqlaydi deb aytishimiz mumkin. Uchinchisi, Kanar orollarida 6000 yilgacha umr ko'radi. Demak, 6000 yilgacha umr ko'radi. Endi buni tasavvur qilish uchun aytaman, qayerdaligiga e'tibor qiling. Kanar orol. Bu ham demak orol ekan. Bitta Meksikan orol demadik hozir. Seyshel orolida Seyshel palmasi yong'oqlari, Kanar orolida 6000 yilga umr ko'radigan ajdar daraxti. 6000 yilgacha umr ko'radi desak, hozir agarda mana shu vaqtda, hozirgi vaqtda bitta qari ajdar daraxtini ko'rgan bo'lsak, ya'ni eng maksimal yashagan ajdar daraxti hozir bo'lsa, bu eramizdan oldin 4 asr oldin yashagan. Ya'ni o'sib chiqa boshlagan. Eramizdan 4 asr oldin kim bo'lgan? Bu Aristotelga to'g'ri keladi. Aristotel yashagan zamonga to'g'ri keladi. Demak, Aristotel tug'ilgan vaqtlarda o'sib chiqqan ajdar daraxti hozir 6000 yoshda. Hozirgacha yetib kelgan bo'lishi mumkin. Mana. Tasavvur qilish uchun albatta bu endi majoziy ma'noda o'xshatish bo'yicha. Sumatra orolida, bu ham orol. Diametri 1 metrga, gulning diametri. Diametr degani guldan o'rtasidan o'tgan to'g'ri chiziq bilasiz. Aylanani kesib o'tgan to'g'ri chiziqni diametr deb ataymiz. Diametr demak yetarkan 1 metrga bu ulkan gul Rafflesia guli. Rafflesia, eslab qolamiz, parazit o'simlik hisoblanadi. Ya'ni boshqa o'simliklar hisobiga yashaydi. Yashil emas, fotosintez qila olmaydigan o'simlik. Bundan tashqari o'lkamizda ham ajoyibotlar bor. Misol uchun, tanasi suv ostida turadigan, guli suv yuzasiga chiqib turadigan. Qaysi? Bu nilufar gul. Demak, guli suv yuzasiga chiqib turadi. Yoki jazirama issiqqa bardosh berib, qum uyumlarda o'sadigan barglari zo'rg'a ko'rinadi. Arang ko'rinadi degan nima demoqchi? Mayda bargi demoqchi. Bargi mayda bo'lgan ikkita o'simlik bu saksovul va qandim, ya'ni cho'l muhitida o'sadigan o'simliklar. Yoki hasharot bilan oziqlanadigan suv qaroqchisi. Hasharotlarni ovlaydi desak ham bo'ladi. Bu ya'ni guliga kelganda o'sha yopilib qoladi-da, hasharotlarni ovlab oladi. Tabiat ko'rki bo'lgan o'simlik, ya'ni chiroyli o'simliklar demoqchi. Qizil lola chiroyli haqiqatdan. Ko'zagul, sallagul, chinnigul va jumagul. Jumagulning ikkinchi nomini boya aytdik, xolmon. Xolmon qanaqaydi? Qizil kitobga kiritilgan edi. Ertaga sizdan so'rashi mumkin, ham o'sha tabiat ko'rki bo'lgan qizil kitobga kiritilgan o'simlik desa, siz xolmonni olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari qizil gul ham qizil kitobga kiritilgan. Qizil lola ham. Noyob mevali o'simliklarga pista, bodom, safsan. Pista bilasiz, tog'da o'sadigan o'simlik. Xandon pista deb ataydi. Bodomni ham bilasiz. Safsan nimaligiga to'xtasak, safsan bu xurmo. Safsan xurmosi deydi. Biz uni mahalliy tilda nima deymiz? Limonli xurmo deymiz. Ya'ni o'sha og'iz epiteliyasini burishtiradigan moddasi bor. Ya'ni alkaloidga ozroq boy. O'sha alkaloidga ozroq boyligi uchun yeganda biroz o'sha g'ashingiz keltiradi, lekin o'sha safsan xurmosi, demak, bu noyob mevali o'simlik hisoblanadi.
Tabobatda ko'p ishlatiladigan chakanda, isiriq, na'matak, suv qalamir. Demak, bu tabobatda, ya'ni tibbiyotda ishlatiladi. Ya'ni bulardan dori tayyorlanadi desak ham bo'ladi. Bular qatorini ham alohida o'qib qo'yamiz. Ekologik sharoit nima degani? Tirik organizm yashaydigan sharoit bu ekologik sharoit bo'ladi. Misol uchun biz qanday ekologik sharoitda yashayapmiz? Biz yer ustida o'tiramiz, ya'ni quyosh nuri yaxshi bo'lishi kerak, havo yaxshi bo'lishi kerak. Nima bu? Bizni uchun kerak bo'lgan sharoit hisoblanadi. O'simliklarning ham ekologik sharoiti bor. Ekologik sharoitga moslashganlari yashab qoladi, moslasholmagan o'simliklar tabiiyki qirilib ketadi. Agarda o'sha vaqt o'tishi bilan yangi belgi paydo bo'lsa, bu keyinchalik mustahkam holatga o'tadi, ya'ni irslashish holati vujudga keladi bularda. Bu esa yangi turlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Buni endi 9 sinfda batafsil tushuntiramiz yana. O'simliklarning tashqi muhitga moslashib borishi ikki xil organda paydo qilgan. Bu vegetativ organlar, vegetativ so'ziga e'tibor qilamiz. Vegetativ degani lotincha vegetatio so'zidan olingan bo'lib, o'sish va rivojlanish. Demak, o'sadigan va rivojlanadigan a'zolari vegetativ bo'ladi. Bularga qaysi-qaysi ildiz, poya va barg kiradi. Ildiz, poya va barg. Mana shu uchalasini olishingiz kerak. Bu yerda o'simliklar ildizi va poyasi deb qo'ygan, uchinchisini yozmabdi. Va bargi ham kiradi bu yerda. Endi qarang, ildizning shakli o'zgarishi bo'lgan har qanday tuzilma ham kiradi. Misol, ildiz o'zgarib, sabzida ildiz meva hosil qilgan. Yeymiz biz uni. Kiradi, uni ham olishimiz mumkin. Poya o'zgarib, misol uchun shox novdalari o'zgarib tikonga aylangan yoki jingalakka aylanganmi? Demak, u ham ildizdan yoki poyadan paydo bo'lyaptimi? Demak, ular ham vegetativ organlar hisoblanadi. Ikkinchisi generativ organlar. Generativ so'zidan olingan bo'lib, yaratmoq, tuzmoq degan ma'no bildiradi. Bularga gul, meva va urug' kiradi. Demak, bu uchalasi qanday meva bo'lishidan qat'iy nazar, qanday gul bo'lishidan qat'iy nazar va qanday urug' bo'lishidan qat'iy nazar, danaklimi, danaksizmi, bular hammasi generativ organlar, ya'ni yaratmoq, tuzmoq, ya'ni yangi organizm yaratadigan qismlar hisoblanadi. Uchinchi mavzuga o'tamiz. O'simliklarning hayotiy shakllari. O'simlikning tashqi muhit sharoitiga moslanishini hayotiy shakl deymiz. Demak, bu moslanish turi bu. Hayotiy shakl. Qanday moslashgan? 6 xil hayotiy shakl bor. Daraxt bor, buta bor, yarim buta, 1-2 yillik, ko'p yillik o'tlar. Ya'ni 3 ta o't, 3 ta yog'och poya bor. Daraxt, buta va yarim buta bular yog'och poyali o'simliklar. 1 yillik, 2 yillik va ko'p yilliklar esa o't poyali, ya'ni poyasi o't, yog'och hosil qilmaydigan o'simliklar. Xo'p, daraxtdan boshlab ko'ramiz. Daraxtning tanasi haqiqatan bitta yo'g'onlashgan. Har qanday daraxtni oling, uyingizda eng ko'p tarqalgan menimcha o'rik bo'ladi. O'rikka e'tibor qilsangiz, tanasi haqiqatan bitta yog'ochlashgan tanali, yo'g'on yog'ochlashgan, baquvvat ildiz, ildiz tizimi juda ham kuchli, shox shabbasi keng, tarvaqaylab o'sgan ko'rgansiz va bo'yi baland albatta daraxt bo'lgani uchun va ko'p yil yashaydi. Demak, shu holatda yodlab olishingiz kerak. O'rik, olma, yong'oq va shaftoli kabi, ya'ni 4 ta o'simlik bu yerda e'tibor qilamiz. Shox shabbasi yoyiq, ya'ni tarqoq holatda. Qarag'ay va terakniki, qarag'ay. Qayrag'och bilan qarag'ay farqiga boring. Shu yerda qarag'ay yozilyapti bu yerga. Terakniki g'uch va tik. Jipslashgan holatda o'sgan va tik holatda o'sgan deyapti. Terakni tasavvur qiling. Uzun balandlikka qarab ingichka holatda o'sgan. Sada qayrag'och esa sharsimon, ya'ni qayrag'och. Uyingizda oltita sada qayrag'och bilasiz. Yumaloq mevacha hosil qiladi. Uchma mevalar bular o'sha bahor va kuz oylarida ayniqsa hovlingizga tushib juda ham ko'p tushgan, uchib tushganini ko'rgansiz buni. O'sha shakli sharsimon ekan. Tabiiy holda o'sadigan o'simliklar demak muhit sharoitiga ko'ra har xil bo'ladi. Misol uchun tog'ning uchidagi o'simliklarga e'tibor qiling, yarim 1 metr. Nimaga? Tog'ning uchida agarda baland o'sadigan bo'lsa, shamol ta'sirida ular yiqilishi mumkin. Ya'ni tog'ning uchida shamol kuchliroq, soylikka nisbatan. Shuning uchun demak, ularni shamoldan va sovuqdan himoya qiladi bu past bo'y. Ikkinchi hayotiy shakl bir nechta yog'ochlashgan poyada, demak tanasi bir nechta yog'ochlashgan, bitta emas, daraxtga o'xshagan bir nechta tanaga ega va ko'p yillik o'simliklar. Ildizdagi qo'shimcha kurtaklardan yangi novdalar o'sib chiqadi. Demak, qayerda o'sib chiqadi degan savolga ildizidagi qo'shimcha kurtaklardan deya javob bera olishingiz kerak. Ildizda demak qo'shimcha kurtak hosil qilar ekan. Bu qo'shimcha kurtaklardan hosil bo'lgan kichik shoxchalarni biz dastlab bachki desak ham bo'ladi. Ildiz bachkilar ham deyiladi ba'zi holatda. Demak, o'sha bitta novda o'sib chiqqan bo'lsa, yonidagi bir nechta poya deyapti-ku. Bir necha poya qanday chiqqan? Ildizdagi qo'shimcha kurtaklardan chiqqan. Shu bilan bir necha bo'lib ketgan ular. Bo'lmasa daraxt bo'lganda bitta holatda qolardi. Xo'sh, keyingisi butalar. Ketma-ketliklarini o'qib qo'yamiz. Irg'ay, butalar qatorini yodlab qo'yamiz. Irg'ay, singirtak, namatak, zirk, uchqat, bodomcha, anor,
limon, ligistrum, qoraqat, nastarin kabi deb yozib qo'yibdi. Demak, mana bu 12 ta o'simlik va 13-si bor bu rasmda. Mana bu rasmga ham e'tibor qilasiz. Bu joyda mana nastarin butaligini aytdik. Nastarinni biz ikkinchi nomi siren deymiz. Siren deb eshitgan bo'lsangiz, siren bu nastarin bo'ladi. Qoraqat, bu ham buta, hozir butalar qatori chiqdi. Qoraqatning ikkinchi nomi nima? Bu smaradina. Buni tasavvur qilishingiz juda ham oddiy. Agarda mors degan ichimlikni ichgan bo'lsangiz, o'sha mors rasmida kichik-kichik qop-qoragina donachalar turibdi. O'sha donachalar demak smaradina, ya'ni qoraqat mevasi ekan. Xo'p, maymunjon 3-o'simlik. Demak, maymunjon ham qanaqa ekan? Demak, hayotiy shakl jihatdan buta ekan. Bu uchalasiga ham demak ta'rif berdik. Daraxtlar qatoriga mana terak, hujvatik, sadaqa yog'och qarang shaklini, sharsimonga o'xshaydi haqiqatan. Va tarqoq holatdagi shoxliga baobab. Baobabning ham hayotiy shakli nima ekan desak, daraxt ekan deyishimiz kerak. Xo'p, keyingi hayotiy shakli o'tamiz. Bu yarim buta. Yarim buta hayotiy shakli. Yarim butalar xuddi butalar kabi, faqat butalar nima uchun yarim buta? Buning tanasining faqatgina pastki qismi yog'ochlashgan. Yuqori qismi yog'och emas. Pastki qismi yog'ochlashgan, yuqori qismi yashil. Odatda yashil. Va u yuqori qismini sovuradi. Demak, pastki qismida baribir yog'ochlik borligi uchun yog'ochlik saqlanib qolgan o'simliklar desak bo'ladi buni. Yog'ochligi baribir bor. Demak, yog'ochlik bor o'simliklar daraxt, buta va yarim butalar ekan. Ular asosan cho'llarda keng tarqalgan, bo'lib, ularga nima? Izen, keyrok, tereskan, sasizami, shuvoq. Yarim butalarga demak ta'rifda eslab qoldingiz. Asosan cho'llarda tarqalgan va faqat tanasining yuqori qismi yog'ochlashgan. Ta'rif bilan so'rashi mumkin sizga. Faqat yarim butani ko'rsating demaydi. Ya'ni pastki qismi yog'ochlashgan, yuqori qismi qishda sovurib ketadi deb so'rashi mumkin. Bu vaqtda ham demak siz yarim buta qatorini to'g'ri sanab bera olishingiz kerak bo'ladi. Ko'p yillik o'tlar. Yer ustki qismi qishda sovurib ketadi. Ya'ni bunda ko'p yillik o'tlardan boshlab bular demak o't poya hisoblanadi va bularda yog'ochlashgan qism umuman yo'q. Yer ustki qismi to'liq sovurib ketadi. O'sish kurtaklari esa tuproq ostida qoladi. Demak, tuproq ostida o'sish kurtaklari qolyaptimi? Bu keyingi yil o'sib chiqadi degan. Kurtaklar har yili o'sib chiqaveradi. Shuning uchun ham nimaga? Hayotiy shakl qanaqa bo'lib qolyapti? Ko'p yillik bo'lyapti. Ko'p yil yashaydigan o't bu. Har yili o'saveradi bir joydan. Misol tariqasida 16 ta. Matnda 16 ta qarang. Beda ajri g'umay sachrab qipskan piyoz, kiygut, sallagul, qoqut, shirinmiya, iloh lola, qamishandiz, yalpiz, ko'rak, gulsafsar o'simliklarni olamiz. Va bunda ham tabiiyki rasmga ikkalasiga birdaniga to'xtalib olaylik. Mana yarim butalar qatori. Hozir biz 5 ta sanagan bo'lsak, teresken, sarsizan bu yerda qo'shimcha itsiga qo'shildi yarim butaga. Ko'p yilliklarga 16 ta sanagan bo'lsak, qoqut sanadik ko'p yilliklar ichida va qulub nayni ham qo'shib olishimiz kerak ko'p yillik hayotiy shaklga. Xo'p, keyingisi 2 yilliklar. 2 yil, birinchi yili urug'dan ko'karib chiqib, vegetativ organlar hosil qiladi. Ya'ni vegetativ organlar qaysi edi? Ildiz, poya, barg edi. Ildiz, poya, barg birinchi yil hosil qilsa, ikkinchi yili gullaydi. Demak, birinchi yil vegetativ organ, ikkinchi yil esa gullayaptimi? Gul qanaqa? Generativ organ. Gullagandan keyin tabiiyki gul o'rnida meva va uning ichida urug' paydo bo'ladi. Demak, 2 yillik o'simliklar shunday ekan. Dastlab vegetativ, keyin yil generativ hosil qiladi. Bularga lavlagi, sabzi, sholg'om va sigir quyruq. Rasmda esa bizga yana qaysi qo'shiladi? Lavlagining yonida mana qarang, 2 yilliklar qatorida karam ham bor. Karamning ham hayotiy shakli demak 2 yillik ekan. Qarab qo'yamiz bunga. 1 yillik o'tlar 1 yil ichida o'sadi, gullaydi, mevalaydi va hayotini tugatib ketadigan o'simliklar hisoblanadi. 1 yillik o'simliklarga ro'yxatiga qaraymiz. G'o'za, bug'doy, arpa, zig'ir, yeryong'oq, mosh, no'xat, sholi, pomidor, qalampir, qovun, tarvuz, rayhon kabi o'simliklar. Rasmda yana qaysi berilyapti bizga? Bu ketma-ketliklar yodlanadi albatta. Rasmda bizga kungaboqar va zubturum berilyapti. Zubturumning ham hayotiy shakli 1 yillik ekan va shu yerda ikkalasiga ham e'tibor qilamiz. Mana kungaboqarning bargi oddiy. Kitobingiz bo'lsa qo'rqmasdan yozib qo'ying. Zubturum tagiga chizing, tagini yoniga yozib qo'ying. Bargi oddiy deb yozib qo'ying. Tuzilish jihatdan mana oddiy barglarga misol bo'ladi.
Zubtirimning bargi. Hayotiy shakli bo'yicha esa 1 yillik o'simlik hisoblanadi. Э, Ishlatilish bo'yicha esa dorivor o'simlik hisoblanadi. Isiriq, chakanda kabi o'simliklarga qo'shib qo'yamiz buni ham. Endi 1 yilliklar ichidagi o'zgachalar qarang. 1 yilliklar ichida deyapti. Demak, hozir aytiladigan o'simliklar ham 1 yillik bo'ladi. 1 yilliklar ichida e, qaysilari bor? 20 santimetr, 5 santimetrdan 20 santimetrgacha ko'tarilib o'sadigan, ya'ni bo'ylari past bo'lgan o'simliklar bor. Bu o'simliklar qaysi? Qatoriga qaraymiz. Qo'ytikan va momaqaldiroq. Momaqaldiroq va qo'ytikanlarning demak uzunligi 5 santimetr 20 santimetr. Juda ham qisqa o'simliklar demoqchi. Lekin hayotiy shakl baribir nima? 1 yillikka kiradi. Bo'yi 1 metrdan oshadigan, ya'ni baland bo'yli o'simliklarga kanakunjut, makkajo'xori hamda kanop misol bo'ladi. Mana shu kabi o'simliklar. Bular demak bo'yi 1 metr demayapti. Eng kamida 1 metr deyilyapti. 1 metrdan oshadi va bularning ham hayotiy shakli nima deyiladi? 1 yillik o'simliklar deyilyapti. Shunday qilib gulli o'simliklarning hayotiy shakllarini o'rganib chiqibmiz. Bu yerda nimaga mana zubtirim tagiga chizib qo'yib, baribir e'tibor qilmay o'tmang. Siz ham kitobingizni oling. Albatta, men aytgan joylarni chizib oling. Qayerlar qanday yodlanishiga bir e'tibor qiling. 5-20 santimetr qaysi o'simliklar, 1 metrdan oshib ketadigan o'simliklar qaysiligiga e'tibor qilib o'ting siz albatta. 4-mavzu. O'simliklar hujayrasining tuzilishi. Ya'ni o'simliklar tanasi ham hujayralardan iborat, hujayralardan tuzilgan. Barcha o'simliklar demak tanasi hujayradan iborat. Hujayrani o'rganuvchi fan esa sitologiya. Men hujayra haqida sizga eslatma qilishim shart emas bo'lsa kerak menimcha. Demak, o'simliklar o'rganadigan fan, hujayra o'rganadigan fan sitologiya. Sitos hujayra, logos fan, ta'limot degan ma'no bildiradi. Endi qarang, qaysi hujayralarni biz o'simlik hujayrasini ko'z bilan ko'ra olamiz? Limondagi hujayralarni, mandarindagi yoki pomidor yoki tarvuz mevasidagi hujayralarni kessak, o'sha hujayralarni tirik holatda ko'ra olishimiz mumkin ekan. 4 ta o'simlik yodlab qo'yamiz, oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. Endi o'simliklarning bir hujrali va ko'p hujrali vakillari bor. Hujayralarning ham shakli tabiiyki bir xil emas. Har xil, kattalari, kichiklari, o'rta kattalikdagi o'simliklar, turli xil holatdagilari bor. Shuning uchun nima deyapmiz? Ularni bir hujrali vakillariga xlorella degan va xlamidamalada degan bir hujrali, bular suot. Ya'ni nima deymiz shunda? Tuban o'simlik hisoblanadi. Bir hujrali suot hisoblanadi bular. Buni bir hujraliligini yodlab qo'yishimiz kerak ekan. Tuban o'simlik deb yozibdi, sizga suot deb yozmagan. Tuban o'simliklar, suotlar deb atalishini men sizga aytgandim. Xo'p, hujayrani birinchi bo'lib o'rgangan olim Robert Guk. Birinchi bo'lib eng birinchi hujayra haqida o'rganib chiqqan, demak, Guk ekan. Kasbiga e'tibor qiling. Bu ingliz vatani, kasbi esa fizik. Nimaga fizik biologiyaga aralashib yuribdi? Chunki u o'zini mikroskopida ko'rgan birinchi bo'lib hujayrani. Birinchi o'zi o'sha linzalardan oddiy lupalarni bir-biriga taxlash orqali eng sodda mikroskop yasagan. O'sha sodda mikroskopida ko'rgan hujayrani tuzilishini. Shuning uchun demak, kattalashtirib ko'rsatadigan asbob degan, ya'ni u paytda hali mikroskop so'zi ham yo'q edi. O'zi birinchi bo'lib o'rgangan. Endi hujayraning tarkibiy qismi 3 ta: qobiq, sitoplazma va yadro. Mana shu bu tarkibiy qism. Sitoplazmada joylashgan qolgan qismlar esa organoidlar deb ataladi. Hujayra qobig'i tarkibi kletchatka. Qobiqning moddasiga e'tibor qiling, kletchatka degan modda. Bu polimer, polisaxarid modda hisoblanadi. Bu haqida modda tarkibini o'rganamiz, nomini esa siz yodlab qo'yasiz. Tiniq va mustahkam, hujayrani tashqi tomonidan o'rab turadi. Demak, mana rasmda. Mana bu demak tashqi tomonidan o'rab turgan mana bu aylana qobig'i, demak bu hujayra qobig'i, hujayra membranasi hisoblanadi. Hujayra qobig'i demak mana shu kletchatkadan iborat ekan. Ikkinchisi sitoplazma. Mana bu ichida turgan suyuqlik, to'liq suyuqliklar. Mana qarang, har donachalar suyuqlik ichida joylashgan. Bu suyuqlik sitoplazma deyiladi va uchinchi qism bu yadro. Yadro mana 4-raqam bilan berilgan. Mana shu uchalasi tarkibiy qism hisoblanadi. Sitoplazma hujayraning asosiy tarkibiy qismi hisoblanib, rangsiz, tiniq, suyuq yoki shilimshiq holda bo'lib, doimo harakat bo'lib turadi. Suyuqlik bo'lgani uchun u harakatda bo'lish tabiiy. Chunki uni hujayra ichiga modda kiradi yoki modda chiqadi, bu esa sitoplazmaning harakatini ta'minlab turadi. Yadro hujayraning eng muhim qismi, demak mana bu qism eng muhim qismi, ichida axborot saqlanadi va hujayraning bo'linayotganda katta ahamiyati bor buni. Ya'ni yadrodagi axborot hisobiga bo'linadi va shu hisobiga yashaydi hujayralar. Juda muhim tuzilma demak bu yadro ekan. Xo'p,
Keyingisi ko'k yashil suvo'tlar va bakteriyalarni yadrosi bo'lmaydi. Demak, yadro kimlarda bo'lmaydi desa, ko'k yashil suvo'tlar va bakteriyalarda yadro bo'lmaydi. Ularning axboroti qayerda turadi unda? Nima hisobiga bo'linadi? Yadroning ichidagi axborot ularda sitoplazmasida, ya'ni mana suyuqligida tarqoq holatda joylashgan. O'sha hisobiga ishlaydi. Plastidalar, mana shu yerda e'tibor qiling, yadrosi yo'qlarga e'tibor qiling, ko'k yashil suvo'tlar. Bu suvo'tlar ichida prokaryot deb atab ketdim sizga. Yadrosi yo'qlari prokaryot deymiz, yozib olavering. Yadrosi shakllanmagan ko'k yashil suvo't va bakteriya. Plastida hujayraga rang beradigan qism. Ya'ni bular 3 ta turi bor. Leykoplast rangsiz, mevalarda bo'ladi. Xromoplast sarg'aldoq qizg'ish, xloroplast esa yashil. Xloroplast o'simlikda qayeri yashil bo'lsa, demak unda xloroplast bor. Qayer rangsiz bo'lsa, misol yog'ochlik qismidir, yo tugunakning ichini qirqib ko'radigan bo'lsak, o'sha ozuqa jamg'argan, bu demak leykoplast. Boshqa qizil, sariq, har qanday rangda bo'lgan joylari esa bu xromoplast bo'ladi. Xromoplast gul va mevaga rang beradi, sariq va qizil rangda bo'lgani uchun. Leykoplast zaxiralaydi, xloroplast esa fotosintez qiladi. Vakuola sitoplazma ichida hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq. Vakuolaning rasmi bor, mana bu rasmda, mana bu 6-raqam katta bo'shliq. Buni ichida demak o'simlikning shirasi bo'ladi. 70-95% suv, qolgani organik modda. Organik yoki anorganik modda. Agar ichida, mana shu vakuolaning ichida shakar ko'p bo'lsa, ya'ni uglevod ko'p bo'lsa, shakarni uglevod desak bo'ladi. Uglevod ko'p bo'lsa, demak o'sha o'simlik, o'sha qismi shirin bo'ladi. Agar taxir bo'lsa o'simlik, misol nordon, limonga o'xshagan nordon bo'lsa, demak u yerda organik kislota ko'p. Organik kislota uning taxirligini ko'rsatib beradi. Mana demak tarkibi haqida o'tdik. Mana bu ildizning piyoz po'st hujayrasi. Mikroskopda ko'rinishi. Hujayralarning shakli xuddi to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'ladi. Biz bu shaklni silindr shakl deymiz. Silindr shaklda bo'lib, bir-biriga zid joylashgan. Mana bu o'rta qismda esa yadrolarni va mana bo'shliq vakuolalarni ko'rishimiz mumkin. Hujayralar xilma-xilligi. Piyozni demak mana bu ko'rganimizda aytyapti, o'sha po'stini shilganimizdan keyin shaffof, yupqa, xuddi selofan paketga o'xshagan qismi bor. O'sha joyini mikroskop tagiga qo'yadigan bo'lsak, mana shu hujayrani ko'rishimiz mumkin. Zid joylashgani, cho'ziqligini ko'rishimiz mumkin. Endi buni rangsiz holatda bo'lgani uchun piyoz po'sti, bunga nima tomizayapmiz? Yod yoki o'sha glitserin tomizish orqali biz buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'lcham jihatdan ham turli xil. Bu yerda e'tibor qilamiz 3-4 sm piyoz deb uzr. Paxtaning chigit tolasi. Bitta chigitdagi o'sha tuk bitta hujayra va 3-4 sm bo'ladi. Boshqa shakllarda ham hujayralar bor. Mana tukni kattalashtirilgan holat, chigit tolasi. Kimyoviy tarkib jihatdan ikki xil, anorganik va organik moddalar. Anorganiklar tuzlar, organikga esa oqsil, yog', uglevod kiradi. Bu qatorga ham qarab qo'yamiz. Hujayralar hayotiy faoliyati. Demak, hujayra tiriklik, yashash haqida o'rganish uchun biz elodiya degan suv o'simligidan foydalanamiz. Qarang, shu yerda yaxshilab e'tibor qiling, men sizga aytyapman, suv o'simligi deya gapiryapman. Suv o't demayapman. Suv o't desam, uni tuban deb qo'ygan bo'lardim. Elodiya tuban emas. Tuban o'simliklarda eslab qolamiz yoki yozib olamiz. Ildiz, poya va barg, ya'ni vegetativ, gul, urug', meva kabi generativ organlar bo'lmaydi. Vegetativ va generativ organ bo'lmasa, u suvot bo'ladi. U o't deyiladi. Elodiyada bor bu. Mana qarang, mana elodiyani bargi bor. Poyasi bor. Ildizi bor. Ildiz vazifasini unchalik bajarmasa ham, lekin ildizi bor. Shuning uchun ham demak bu suv o'simligi deyiladi. Bu yuksak o'simlik, tuban emas. Unga demak suvli muhitga o'sha bargidan kesma olib, mana bargidan kesma olib, uni suvli muhitga qo'yadigan bo'lsak, xuddi tirikdek ko'rinadi. Mana bu qismlarni, yadroni, plastida vakuolalarni, hujayra qobig'ini, sitoplazmasini bemalol ko'rishimiz mumkin ekan. Nimaga unga suv tomizdik? Chunki suvda o'sganligi uchun, butun hayot suvda o'tganligi uchun suvga qo'yadigan bo'lsak, u yaqqol ko'rinadi deyilyapti. Hujayrani ichiga qanday modda kiradi? Mana bu hujayra devori teshikchalar bor. Teshikchalar orqali doimiy suv kirib turadi. Hozir suvli muhitga qo'yganimizdan uni ichiga suv o'ta boshlaydi-da. Buni qanday misol qilishimiz mumkin? Mana bu joyda bizda tajribacha bor. Xamirni selofan paketni ichiga solib turib, selofan paketni yodli suvga qo'yadigan bo'lsak, o'sha selofan paketga kichik ignacha bilan teshib qo'ysak, asta xamir ko'karadi. Ya'ni yod selofanning teshikchalaridan ichkariga kirganini ko'ramiz. Bu oddiy fizik hodisa, haqiqatdan o'tadi. Bunda ham xuddi shunaqa mayda teshikchalar bor hujayra devorida demoqchi.
hujayra ichiga modda o'tadi degan ma'noda. Hujayraning o'sishi va bo'linishi. Hujayralar o'sib, ma'lum bir kattalikka ega bo'lgandan keyin yo u qarib o'lishi kerak yoki bo'linishi kerak. Qari hujayralarning qarang, qari hujayralarning vakuola sitoplazmaga qaraganda ko'proq bo'ladi. Sitoplazmadan ko'ra boyagi shira to'playdigan vakuolasi ko'p bo'lib ketadi. Vaqt o'tishi bilan qari hujayralar sitoplazma yo'qolib, sitoplazma ham, yadro ham yo'qolib ketadi-da, o'rnini yo suv yo havo egallaydi va hujayra o'ladi. Yadro bo'lmagandan keyin irsiy axborot saqlaydigan tuzilma bo'lmagani uchun u o'ladi deyilyapti. Xo'sh, bu yerda demak qolgan qismlar oddiygina bo'lingandan keyin o'sha ikkita yosh hujayra paydo bo'ladi. Bitta hujayraning bo'linishi natijasida, teng ikkiga bo'linishi natijasida ikkita yosh hujayra paydo bo'ladi. U hujayralar ham ma'lum bir muddat o'sadi, ya'ni undan oldingi ona hujayra kattaligiga yetguncha o'sadi va yana bo'linishga kirishadi. Xo'sh, mana bu joyda e'tibor qiling. Elodiy o'simligidagi sitoplazma harakatining harorat ta'sirida o'zgarishi. Harorat oshgan sari hujayra ichida faollik ham oshadi, sitoplazmaning harakati tezlashadi. Mana shu haqida gapirilyapti. Demak, sitoplazma harakatini tezlashtiruvchi nima qilish kerak desa, harorat berish kerak deb gapirishingiz kerak.